qahr bandalari, majbur bo'ysungan. Lekin musulmonlar birodarlar, ana shu qahran bo'ysunlishligi bilan birga yana o'zini xohishi bilan ham bo'ysunishgan. Masalan, nafas olmayman deya olmaydi hech kim. Majbur bo'ysunishga o'lib qoladi. Men Suvtayda yashayman deb kirib keta olmaydi. Chunki majbur yer ustida yashashlikka. Bu majburiy bo'ysunishlik. Endi undan tashqari birodarlar, ixtiyoriy bo'ysunishlik bilan bor, bu mo'minlarning bo'ysunishi bo'ladi. Alloh taologa bo'lgan muhabbati bilan bo'ysunishadi. Shuning uchun ular shukr bandalari deyiladi. Qolganlar qahr bandalari. Bandalar ikki xil. Abdul qahr, abdul shukr. Shukr bandalari mo'minlar, qahr bandalari bu mo'minlardan boshqalar. Xolasa ham, xolamasa ham bo'ysunadi. Shukr bandasi bor, qahr bandasi bor. Qahr bandasi Alloh taoloning hukmiga qahran, majburan bo'ysunganlar. Endi shukr bandalari Alloh taoloning hukmlariga o'zlarining ixtiyori bilan, xohishi va muhabbati bilan bo'ysunganlar. Qahr bandalari qanaqa bo'ladi? Alloh taolo ularga nafas olasan deb qahr qildi, nafas oladi. Qorning ochadi, ovqat yeysan deb hukm qildi, qahran bo'ysungan. U suv tagiga kirib ketib yashayman deya olmaydi, o'lib qoladi. Majburiy tomondan bo'ysungan bandalar qahr bandalari. Ya'ni hamma